O'zbekiston Senatida bo'lib o'tgan fuqarolarning navbatdagi qabuli mamlakat byurokratik tizimining o'zboshimchalik va xalqqa ochiqchasiga nafrat bilan qarash qonunlari asosida ishlaydigan repressiv chirigan mexanizm ekanligini yana bir bor tasdiqladi. 12-yanvar kuni soat 10 da senator Bahrom Abdullayev O'zbekiston Respublikasi Senati binosida fuqarolarni qabul qilishi kerak edi. 12-yanvar 2026-yilda Senatga kelganmiz, hech kim qabul qilmayapti. 2-3 soat bo'ldi kelganimizda bolalarimiz bilan. Har hech kim qabul qilmayapti. Yordam ham bermayapti. Время уже 11 часов. До сих пор нету. Конечно. Такое уважение к народу. В 11 часов до сих пор не... Faqat senatorga ma'lum bo'lgan sabablarga ko'ra qabul 1,5 soat kechikib boshlandi. Bu vaqt davomida o'zlarini muammolari va eshitilishi umidida kelgan odamlar sabr bilan kutib turishdi. Senator Bahrom Abdullayev ham, qabulxona xodimlari ham fuqarolarni 1,5 soat kutishiga majbur qilganliklari uchun ularga tushuntirish berish yoki uzr so'rashni zarur deb hisoblashmadi. Odamlarni fakt oldida qo'yib, hokimiyat vakillari xohlaganicha kutasiz. Chunki vaqtingiz, rejalaringiz va hayotingiz ularni rejalari uchun sarflanadigan resurs. Ayniqsa, Senat raisi Tanzila Narbayevaning yo'qligi va qabul qilmaganligi odamlarni noroziligiga sabab bo'ldi. Joriy yilning 6-yanvar kuni Oliy Majlis Senati qabulxonasiga kelgan fuqarolar uning ofisiga 12-yanvar kuni u bilan uchrashish istagi haqida yozma ravishda xabar berishgan edi. Ammo namoyishkorona o'z vazifalariga beparvolik qilib, belgilangan kuni Narbayeva chet eldagi ta'tildan qaytib kelmaganligi aniqlandi. Сегодня 12 января. Люди пришли на прием к Нарбаевой. По крайней мере, нам обещал сенатор Турсунов Кабул. Дал телефон и говорит, звоните по этому телефону. Мы уже целый час звоним, и телефон никто не отвечает на этот телефон. Людей принимать не хотят решать проблемы. Они вызывают подкрепление Национальную гвардию, чтобы нас не пускать. Вот так и живем. Мы пришли на прием к Нарбаевой в Сенат 12 января. Nihoyat, qabul boshlanganida Senat xodimlari Milliy gvardiya xodimlarini chaqirishdi. Senat qabuliga qonuniy talablar bilan kelganlar go'yo ular O'zbekistonning tinch fuqarolari emas, balki qandaydir terrorchilar kabi 10 ga yaqin qurolli xavfsizlik kuchlari qurshovida qolishdi. Bu dabdabali kuch namoyishi rasmiylarning o'z xalqidan vahimaga tushganini va sog'lom fikrni inkor etishligini fosh qildi. Davlat tuzilmalari masxarabozlikka aylandi. O'zbekiston xalqiga xizmat qilish kerak bo'lgan rasmiylar ulardan qo'rqib kelmoqda. Tashrif buyuruvchilar senatorlarning ko'zlarida qo'rquv yaqqol ko'rinib turganini ta'kidladilar. So'roq qilinishidan qo'rqish, javobgarlikka tortilishidan qo'rqish, qarorlari va harakatsizliklarining oqibatlariga duch kelishdan qo'rqish. Bu qo'rquv jazosizlik va fuqarolarning ehtiyojlariga to'liq e'tibor bermaslikka asoslangan byurokratik tizimning mohiyatini ochib berdi. Nihoyat, qo'g'irchoq senat va uning qo'g'irchoq raisining to'liq qobiliyatsizligiga ishonch hosil qilgan fuqarolar prezidentning qizi Saida Mirziyoyevaga o'zlarining yozma murojaatlarini yuborishdi. Ularni bu murojaati mamlakatda davlat institutlari amalda ishlamayotganini va barcha qaror qabul qilish dastaklari endi oilaviy klan qo'lida to'planganini, bu yerda hech bo'lmaganda nazariy jihatdan ularning muammolari hal qilinishi mumkinligini anglatadi. O'zbekiston parlamentining qonunchilik faoliyati deb ataladigan tushuncha allaqachon o'z ma'nosini yo'qotib, davlat rahbariyatining qo'g'irchoq teatriga aylangan. Hattoki mamlakat uchun muhim bo'lgan qonunlarni muhokama va qabul qilish jarayonlari ochiqchasiga ko'zbo'yamachilik bo'lib,
atiga bir necha daqiqa bo'lgan vaqt ichida qabul qilinmoqda. Masalan, davlat va millionlab vatandoshlarimizning iqtisodiy taqdirini belgilovchi O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonuni har yili bir necha daqiqa davom etadigan muhokamalardan so'ng qabul qilinadi. Bu qonun ijodkorligi emas, bu shunchaki yuqoridan belgilangan qarorlarni rasmiylashtirish. Davlat qarzining tez va halokatli tarzda ko'payishi sharoitida bunday amaliyotlar to'liq qobiliyatsizlik va O'zbekiston davlat suverenitetini qasddan zaiflashtirishning belgisidir. Aholining ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli yomonlashib borayotgan bir paytda deputatlar va senatorlar o'z xarajatlarini muntazam ravishda oshirib bormoqdalar. Fuqarolarga kamarlaringizni mahkamroq bog'langlar deyilayotgan bir paytda hukumat amaldorlari o'zlari uchun qulayliklar, imtiyozlar va moliyaviy xavfsizlikni ta'minlamoqdalar. Bu O'zbekiston parlamenti xalq vakilligi organi bo'lishdan to'xtaganini va faqatgina Mirziyoyev rejimi uchun xizmat ko'rsatuvchi tuzilmaga aylanganining aniq dalilidir. O'zbekistonning bugungi parlamenti qonun chiqaruvchi hokimiyat instituti emas, balki siyosiy jihatdan qaram, professional jihatdan qobiliyatsiz va korrupsiyaga botgan shaxslarning yopiq hamjamiyatidir. Bu yerda oliy hokimiyat vakilining axloqiy tanazzuli va pastkashlik darajasini ko'rsatish uchun davlatning ikkinchi amaldori bo'lgan O'zbekiston Senati raisi Tanzila Narbayevaning oilaviy hayotidan bir epizodni keltirish o'rinli bo'ladi. 2022 yilning kuzida O'zbekiston Senati raisi Tanzila Narbayevaga davlat tomonidan qattiq qo'riqlanadigan Do'rmon majmuasidan ajratilgan, ammo uning qizi Nilufarxon Kamalova yashab kelayotgan uydan 12500 AQSh dollari o'g'irlanganligi aniq bo'ldi. Tanzila Narbayeva va uning qizi pulni o'g'irlashda uy bekasi Dilnoza Tashmatovani ayblashdi. Dilnozaga nisbatan qiynoqqa solish va jinsiy tajovuz taqdidi orqali Toshkent tergov organlari gumondordan iqrornoma olishga muvaffaq bo'lishdi. Biroq O'zbekiston prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan olib borilgan parallel tekshiruv natijasida Senat raisi Tanzila Narbayevaning uyidan pullar uning o'z nabirasi bir necha yillardan beri patologik qimor o'yinlariga qaramlikdan aziyat chekayotgan yigit tomonidan o'g'irlangani aniqlandi. Keyinchalik Senat raisining qizi Nilufarxon Kamalova yangi ariza yozib, unda o'g'irlangan 12500 AQSh dollar o'zidan topilib qolganligi va avvalgi da'volardan voz kechgani ko'rsatilgan. Nilufarxon Kamalova 4-marta turmushga chiqib, Shimoliy Kavkazdan bo'lgan Rossiya fuqarosining ikkinchi xotini hisoblanadi. Bunday holat nafaqat axloqiy tanazzulning, balki oila axloqiy tamoyillarining to'liq qulashi, jazosiz qolish hamda prezident atrofidagilarning qabihliklarining yorqin ramzidir. Mintaqaviy va global muammolarga duch kelayotgan davlat yuqoridagilarni topshirig'i bilan boshqariladigan qo'g'irchoq parlamentga ega bo'la olmaydi. To'liq siyosiy mas'uliyat va bu organni tizimli ravishda almashtirilishi milliy xavfsizlik masalasiga aylanishi zarur. Tarix ishonchli tarzda shuni ko'rsatmoqdaki, avtoritar rejimlarning barcha hukmdorlari o'zlarining ayyorligi, zaifsizligi va go'yoki abadiyligi haqidagi illyuziyalar bilan yashab kelgan. Ular vaziyatni to'liq nazorat ostiga olganliklariga, xalq butunlay qo'rqitilganligiga va cheksiz sukutga mahkum ekanligiga chin dildan ishonishgan edi. Ammo haqiqat bu yolg'on illyuziyalarni qayta barbod qildi. Bunday rejimlarning oxiri har doim muqarrar bo'lib chiqadi. Ularning hukmronliklarining yakuni esa halokatli, sharmandali va fojiali bo'ladi. Bugun Mirziyoyev rejimi o'zini o'zi aldab, o'sha xavfli yolg'on illyuziyalarda yashab, barcha narsalarini, jumladan o'z hayotini yo'qotganlarning xatolarini takrorlamoqda. Agar rasmiylar voqelikni e'tiborsiz qoldirib, sog'lom fikrlarni mensimasdan va faqat o'z manfaatlariga xizmat qilishni davom etsa, ular muqarrar ravishda tarixiy hukmga duch kelishadi. Qulashdan na talon-taroj yo'li bilan to'plangan boyliklar, na shaxsiy qo'riqchilar, na vaziyatni nazorat qilish illyuziyasi Mirziyoyev rejimini qutqara olmaydi.